3 ta virus saraton kasalligiga sabab bo'ladi. O'zingizni tekshiring. Birinchisi inson papilloma virusi, HPV virusi. Bu qanday saraton kasalliklari bilan bog'liq? Bachadon bo'yni saratoni deyarli 100% holatlarda. Shuningdek, tomoq va bodonsimon bezlar, anal kanali, jinsiy ovlat va vagina saratoni. Virus turli xil. Bu nima? HPV juda keng tarqalgan. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan virus. Virusning 100 dan ortiq turi mavjud, ammo 16 va 18-turlari eng onkogen hisoblanadi. Nima qilish kerak? Eng asosiysi emlash. Bu bizning eng muhim qurolimiz hisoblanadi. HPV vaksinasi samarali va xavfsiz hisoblanadi. U qizlar va o'g'il bolalar uchun 9 yoshdan 13 yoshgacha tavsiya etiladi. Va skrining tekshiruvi. Ayollar uchun muntazam ravishda PAP test, HPV testi tavsiya qilinadi. Ikkinchisi gepatit B va gepatit C viruslari saraton bilan bog'liq hisoblanadi. Gepatit sellyulyar karsinoma, jigar va o't yo'llari saratoni hisoblanib, bu nima deganda, bu viruslar jigarning surunkali yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Bu davom etayotgan yallig'lanish sirrozga, jigar to'qimalarining degeneratsiyasiga, ya'ni o'lishiga olib keladi. Bu esa saraton xavfini sezilarli darajada oshiradi. Nima qilish kerak? Gepatit B ga qarshi emlash. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarga beriladigan birinchi emlashlardan biri hisoblanadi. Bu virusdan va natijada jigar saratonidan ishonchli himoya qiladi. Tekshirishga keladigan bo'lsa, gepatit C ko'pincha asimptomatikdir. Ya'ni gepatit C antitellolari, gepatit B antigeni, bularning hammasi uchun qon tahlilini olish oddiy va muhim hisoblanadi. Agar siz shu yergacha tinglagan bo'lsangiz, like bosing, obuna bo'ling. Bizdan juda ko'p foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin. Yuqoridagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.